Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi fanidan O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimining me'yoriy huquqiy bazasi deb nomlangan mavzu asosida ochiq mashg'ulotimizni olib boramiz. Ushbu mavzuni biz 3 ta reja asosida yoritib beramiz. Birinchisi, O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni. Ikkinchi rejamiz O'zbekiston Respublikasining maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonuni hamda oxirgi ya'ni 3-chi rejamiz bu O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan, Senat tomonidan esa 2020-yil 7-avgustda ma'qullangan. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni 2020-yil 23-sentyabrda 637-sonli qonun asosida ma'qullangan va tasdiqlangan. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni 11 bob va 75 moddadan iborat. Ushbu boblar haqida tanishib o'tamiz. Birinchi bob umumiy qoidalar, ikkinchi bob ta'lim tizimi, turlari va shakllari, uchinchi bob ta'lim tizimini boshqarish, to'rtinchi bob ta'lim faoliyatini tashkil etish va uning nazoratini amalga oshirish, beshinchi bob ta'lim tashkilotlari faoliyatining ochiqligi va shaffofligi, oltinchi bob ta'lim oluvchilarning, ular ota-onasining hamda boshqa qonuniy vakillarining huquq va majburiyatlari, yettinchi bob ta'lim tarbiya jarayoni ishtirokchilarini ijtimoiy himoya qilish, sakkizinchi bob nodavlat ta'lim tashkilotlari faoliyatini litsenziyalash, ta'lim tashkilotlarini attestatsiyadan va davlat akkreditatsiyasidan o'tkazish, xorijiy davlatda olingan ta'lim to'g'risidagi hujjatni tan olish, ta'lim sohasidagi hujjatlarga apostil qo'yish. 9-bob ta'limni moliyalashtirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash. 10-bob ta'lim sohasidagi xalqaro hamkorlik hamda yakunlovchi qoidalardan iborat bo'lgan 11-bobdan iborat bo'ladi. Keyingi rejamiz maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonunimiz bo'lib, ushbu qonun maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonunimiz Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 22-oktyabrda qabul qilingan, Senat tomonidan esa 2019-yil 14-dekabrda ma'qullangan. Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonunimiz 11 bob hamda 58 moddadan iborat bo'lib, ular quyidagi boblarni o'z ichiga oladi. Birinchi bob umumiy qoidalar, ikkinchi bob maktabgacha ta'lim va tarbiya sohasini tartibga solish, uchinchi bob maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining turlari, to'rtinchi bob maktabgacha ta'lim tashkilotlarining faoliyatini tashkil etish, beshinchi bob esa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etish, oltinchi bobimiz maktabgacha bo'lgan yosh davrlari, bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qabul qilish va ulardan chiqarish. 7-bob maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ta'lim tarbiya jarayoni ishtirokchilari, ularning huquq va majburiyatlari. 8-bob maktabgacha bo'lgan yoshdagi bolalarni ijtimoiy himoya qilish. 9-bob maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarish va uning faoliyatini tashkil etish tartibi. 10-bob maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimining ilmiy uslubiy ta'minoti, maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimini ilmiy uslubiy jihatdan ta'minlash vazifalari va oxirgi bobimiz, ya'ni yakunlovchi qoidalardan iborat bo'lgan 11-bobdan iborat. Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonun asosan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida amalga oshiriladigan barcha jarayonlarni o'z ichiga oladi. 3-rejamiz, ya'ni O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi 2019-yil 8-mayda 43/12-sonli qaror asosida qabul qilindi. Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi 5 ta bobdan iborat. Ushbu boblar quyidagilardan iborat. Birinchi bob umumiy qoidalar, ikkinchi bob maktabgacha ta'lim tizimining joriy holati va uni rivojlantirishdagi mavjud muammolar, uchinchi bob maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari, 4-bob
Konsepsiyani amalga oshirishdan kutilayotgan natijalar. 5-bob konsepsiyaning amalga oshirilishini monitoring qilish. Ushbu me'yoriy huquqiy hujjatlar maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tubdan isloh qilish uchun, rivojlantirish uchun, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya jarayonlarini sifatli tashkil etish uchun belgilangan hujjatlar bo'lib, ular juda muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Barchangizga tashakkur, kattakon rahmat.